Birinchi ashulani tugatyaptirimdek qarasam, yo'q otam pardani yonida. Keyin holatga qarab ikkinchi ashulani boshladik. Ko'tarilib ketdi. Chiroyli bo'ldi holat. Keyin qarasam, mashinadek qilib, maza qilib, mana qilib turibdi keyin otam qarashimga. Xursand bo'lib turibdi. Bo'ldi, endi to'xtata qolay dedim. Ashulaning egasi keldi dedimda. Keyin to'xtatib mikrofonni bergani bordim. Borsam otam hech bizni maqtamaganda o'zi. Havolanib ketmasin derdi. Men o'shanda otamdagi faxr tuyg'usini his qilganman. Shuni keluvdim, quchoqlab oldilar. Bor uni surati. Videosi ham bor. Quchoqlab oldilarda keyin barakalla, barakalla. Omon bo'lgin deb qulog'imga gapirdilar. Keyin chiqib ketaman desam, yana ushlab olib turib, xalqni oldiga olib borib, men sizlarni duoinglar bilan so'rab olganman bu bolani deb gapirdilar o'shanda. Tabiiyki bu yerda o'tirganlar ko'pchiligi havas qildi bu narsaga. Lekin bunga hasad ham qiladiganlar bo'ladi baribir.